Yangi challenge. Misol uchun piyozni to'g'riga qo'ydi, 180. Buni o'rtasidan bo'lganda 90 bo'lish kerak. 90. Qarang, qilganingiz xatoingiz uchun bizni. Mana 190 gram, opa o'rtasidan bo'lganingizda 95 gramdan o'zi 190 bo'ladi. Qani, bismillah. 160 dan chiqish kerak. Shuni o'rtasidan bo'lganingizda. Qani, bismillah. 65 qo'ying shuni. Keng piyoz 170 gram. Shuni 85 dan o'rtasidan chopganingizda. Mana 50 gram qilib qo'ydingiz-ku. 75 95 150 o'rtasidan bo'lganda shunda 75 dan chiqish kerak. Bismillah. Hop. Ketdi yo'q xato. Xo'p, menga piyoz qolmay qolibdi. Mana yarimtasini chop boraman 70. Shunda 35 bo'lish kerak. Marhamat, hammasi adolatli bo'ldi. 70 yarim 35.